Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bir ayol o'zi xohlamagan holda boshqa erkakni yaxshi ko'rib qolgan ekan. 1,5 yildan beri harakat qilsa ham esidan chiqara olmayotgan ekan. Eri yaxshi inson, bolalar bor. Shunga chidab yashashi to'g'rimi yoki eridan ajrashib, u bilan bo'lishimi? Odamlarning gapini, farzandlarini o'ylayotgan ekan. Shariat bo'yicha nima qilsin debdilar. Shunaqa savollar ko'p kelyapti. Shuning uchun endi men buni ommaga olib chiqib javob beryapman. Hammaga bitta-bitta javob berishga to'g'ri kelyapti aks holda. Kimlardir bunaqa narsalar nima kerak ommaga olib chiqib deyishi mumkin. Oila etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu uchrayapti ko'p bunaqa narsa. Shuning uchun albatta bu narsaga javob berilishi kerak. Xo'p, birinchidan o'sha ayol qarash kerak-da. Bu erkak o'sha yaxshi ko'rib qolgan erkagi bilyaptimi shu narsalarni? Ya'ni bu ayolning eri borligini, bola chaqasi bor mana. Shunga qaramasdan o'sha ayol bilan gaplashib, masalan, nimadir va'da berib, uni eridan ajratishga harakatlar qilib, xoh ochiqdan ochiq bo'lsin, xoh ishoralar bilan unga mulozamat qilib ko'rsatib, ya'ni mana shunaqa qilyaptimi, yo'qmi? Agar shunaqa qilayotgan bo'lsa, bilib turib eri borligini, bu odam umuman musulmonchilikda ishini qilmayotgan odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar-ku, "Laysa minna man habba imra'atan ala zawjiha." Xotinni eriga buzgan bizdan emas deganlar. Bizdan emas degani musulmonning ishi emas bu degani. Nomard odamning ishi. Qanday qilib ayol endi o'sha nomardga ishona oladi? Ertaga bu erizdan ajratib olib, xiyonat qilib erizga, shunaqa qilib sizga uylanib sizni baxtli qiladimi keyin? Allohdan qo'rqmagan sizni baxtli qiladimi? Va bu ayol o'ylash kerakki, tupa-tuzuk eri bo'lib, agar u erkak bilib turib mana shunaqa qilib buni ustiga erini buzayotgan bo'lsa, ehtimol Alloh bu ayolni o'sha inson bilan jazolamoqchi. Chunki mana o'sha tupa-tuzuk er bor, o'sha erkakka noloyiq ekanki go'yoki bu ayol, ana shuning uchun unga o'sha ko'chadagi eri bor ayollarning boshini aylantirib yuradigan bitta erkakni Alloh yo'liqtirib qo'yapti. O'shandan o'zi ayol qo'rqib ketmaydimi? Men nima qilyapmanki, Alloh menga bunaqangi insonni ro'baro qilib, o'shani yana menga suyukli qilib qo'ydi. Al-xobisuna lil-xobisat degan-ku, iflos erkaklar iflos ayollarga bo'ladi. Ya'ni men bir iflosmanmi men deyish kerak-da o'shanaqa paytda. Men bir iflos bo'lib ketdimki, o'sha iflos erkak meni erim borligini bilib turib, mana menga shunaqa gaplar qilyapti, men unga yana moyil bo'lyapman deyish kerak. O'zini o'zi tahlil qilish kerak. Allohdan qo'rqmasa ham o'sha erkak ertaga unga ham xiyonat qilib, uni ham o'yin qilishidan qo'rqish kerak. Agar shu erkak bilib turib debman, mana bu eri bor ayol boshini aylantirayotgan bo'lsa. Xo'p, endi u erkak bilmayotgan bo'lsa, umuman bu ayol uni yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rmagan, unga turmushga chiqaman degan umidlari borligini. Bu ayol, ya'ni bu erkak, ya'ni umuman xabari yo'q bu narsalardan. Bilmayapti. Unda u erkak hali o'zi uylanadimi, yo'qmi bu ayolga? Bu noaniq narsani deb ayol kishi o'zini aniq oilasini buzib nima foyda topadi endi? Ya'ni aytaylik, bu ajrashdi ham deylik. Bu ayol eridan, ya'ni iddasini tugatdi ham deylik. U erkak keyin uylanadimi, yo'qmi? Hali u xabari ham bo'lmasa uni. Siz yaxshi ko'rdingiz uni degani, u sizni yaxshi ko'rdi degani emas-ku. Xususan masalan o'zining bir baxtli taxtlik oilasi bo'lsa uni ham. Uni oilasini tinchini buzish yoki u erkak yaxshi ko'rmasa, xo'p, ayol kishi unga o'zini taklif qilib chiqqanda boshqada erkak qiziqib ketib, o'zi chiqyapti ayol kishi nima ekan deb o'zicha mardlik qilib uylanib ko'rishi mumkin, to'g'ri. Lekin uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi unaqangi hayot, o'zi xohlamagandan keyin. O'zi u hali rozi bo'lsa, rozi bo'lmasa-chi? Bu yo'q narsani deb o'zini bor hayotini buzganligi qoladi. Undan nima foyda topadi keyin? Ana shuning uchun bu yerda hozir ikkala holatda ham demoqchiman, ayol yutqizadi. Mayli endi ko'ngilda ayb yo'q, hozir bunga to'xtalamiz. Nima uchun o'zi bu narsalar bo'lyapti? Albatta ayolga zulm qilinmaydi, buni gapiramiz. Lekin undan qat'iy nazar baribir ayol kishi hozir o'sha erkak buni bilib turib qilayotgan bo'lsa ham, u erkak bundan xabari yo'q bo'lsa ham, ikkala holatda ham yutqizadi ayol. Hop, endi mana shu aytilgan narsaga to'xtalsak, ya'ni nimaga o'zi bu narsa kelib chiqyapti? Begona erkakda eri bor bo'lib turib ayol kishi yaxshi ko'rib qolyapti. Tabiiy sabablari bo'ladi. Masalan, eri unga o'sha mehr bermayotgandir. Eri u bilan yashamas, balkim qaramas. Ana shu sabablardan endi bu baribir uzr emas ayollarga. Lekin shu sabablar ba'zan shunga olib boradi. Yoki masalan, ayol bilan erkak ba'zan bitta joyda ishlaydi hozirgi zamonda. Hamkasbim deb qo'yadi. Yoki bir joyda o'qishadi o'zlaricha. Agar mana shu sabablardan tanishib qolib, shunaqa erkak bilan
Shu sababdan uni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu narsalarni to'xtatish kerak. Ayol kishi bu fitnalangan deyiladi, maftun. Fitnani to'xtatmasa, albatta oxiri yomon bo'ladi buni. Oxiri xiyonat. Mana qancha erkaklar ko'ryapmiz, xotinlarini pichoqlab tashlayapti. O'zi ham qamalib ketyapti shuni deb. Oila parokanda, bolalar sarson. Erkak xotinini pichoqladi deb qamoqda, xotin o'lib ketgan mana shu fahshni ortidan, buzuqlikning ortidan. Bolalar endi sarson, endi buni gunohini qanaqa qilib javob beradi Alloh huzurida? Shuning uchun bunaqangi bir ko'chada tanishib qolgan yoki bir ish joyida, o'qish joyidagi erkak edi deb ana shuncha oilasini buzishligi bu aqlli ayolning ishi bo'lmaydi. U erkak o'zi chiqib bunaqa qilayotgan bo'lsa, uni oldini olish kerak, telefonlarni almashtirish kerak, hamda o'zgartirish kerak. Muhim bir fitna bo'layotgan sabablar bordirki, u shuning uchun yaxshi ko'rib qolganda qayerdan topdi u erkakni o'zi ayol? U ayolni u erkak qayerdan topdi? Albatta bu narsalarni sababini oldini olish kerak. Muammoni ana shunaqa qilib tubidan yechish kerak. Lekin agar masalan erkak umuman ayolga qaramay qo'ygan, ana shu sababdan ayol o'zi bitta erkak bilan fitnalangandan emas, o'zi fitnalanib qolyapti. Ana shunaqa bo'lsa, mayli bunaqa paytda erga hamma narsani ochiqchasiga aytib, eri shunda ham unga qaramayotgan bo'lsa, ajrashsa bo'ladi. Ayol o'zini o'zi jahannamiy qilmasligi uchun. Lekin er hamma narsani qilyaptimi? Mehr-muhabbatini, to'shagini, ta'minotini, bu to'qlikka sho'xlik deyiladi yoki mana shu yuqorida aytilgandek bir fitnalar bilan fitnalik joyda o'rlashgandan bo'ladi. Bunaqa paytda ayb ayolda bo'ladi. Bu narsani to'xtatish kerak, xiyonatni ya'ni. Odamlarning gapi deyapsiz, farzandlarini o'ylash. Yo'q, masala odamlarning gapida emas, o'zi uchun ayol deyapman-ku. O'zi ertaga baxtli bo'la olmaydi. Shuni bilish kerakki, mana erkaklar ham, ayollar ham. O'zi odamzot tabiatda shunaqa narsa bor. Hammaga birovniki qiziq. Lekin o'sha birovnikini ham ko'rsa, keyin tushunib yetadi, u ham o'sha o'zinikidan farqi yo'q. Faqat o'sha odam yetolmagan narsasi unga qiziq. O'shani tushuning, mana shu fitna bosiladi ichingizdan. Ya'ni hozir uzoqda yetolmaganingiz uchun ana shunaqa kim nima ko'rinadi sizga u? Yetsangiz keyin shunga shunchami deysiz ya'ni. Xuddiki bu nimaga o'xshaydi? Mana jannat to'la meva, bitta meva bor, ana shuni yema degan Alloh Odam alayhisalomga va Havvoga. Endi taqiq borligi uchun, yetolmayotgani uchun o'sha qiziq tuyulaverganda ularga, nima ekan shu? Qanaqa ekan deb. Bu yoqda keyin shayton haybarakalla qilavergan, fitnalab, ana shuning uchun oxiri hech meva yo'qdek o'shani borib yeb qo'yishdi. Yegandan keyin nima bo'ldi qarang, yeyishdan mayli, oyatda Alloh aytgan narsaga e'tibor bering. Falamma zaqa ash-shajarata. Ikkisi ham o'sha daraxtni tatib ko'rgach, yedi ham emas, zaqo deyapti Alloh. Tatib ko'rgan zahoti avrati ochilib ketdi degan. Badatlahum asawatuhum. Bu nima degani? Bir ma'nosi avrati ochilib ketdi degani, birdan ular tushunib yetganki, u befoyda ish qildik, noto'g'ri ish qildik. Shunga shunchami ya'ni, shu bor yo'g'i shu mazani deb, ya'ni shu Allohga osiy bo'ldikmi endi biz. Er-xotinlik aloqasi ham xuddi mana shunday ishonavering. Balki bundan battarroq ham bo'ladi ba'zan. Ana shunaqa kim nima deb o'ylab xiyonat qiladi ba'zan erkak kishi ayoliga, ayol kishi eriga. Keyin ko'rsa, o'ziga o'zi tupurgisi keladiki, men shuning uchun shunaqa qildimmi deydi ya'ni. O'ziga o'zi vayl tilaydi ya'ni. Ana shuning uchun bu o'zi hali qanaqa bo'ladi u hayot? Mana er tanlash ham, xotin tanlash ham, qovun tarvuz tanlashdek gap. Ya'ni bunday ustidan yaltillab, sapsariq tarsillab turganda ko'ringani bilan ichini yorsa, ichida kim nima bo'ladi? Ichi g'ovak, ichi aynib ketgan, ichi buzilgan, mazasi yo'q, mazamatra. Keyin odam qanaqa afsuslanib qoladi, buning ko'rinishiga qarab shunaqa deb o'ylayapman. Ishonaveringlar, er-xotinlik hayoti ham shunaqa aslida. Odam bilmaydi. Shunaqangi ba'zan bir erkakda ayollar ko'rib chiroyinimi yoki ba'zan muomalasini ana shu erkak yaxshi ekan deb o'ylaydi. Bilmaydi, bir yashab ko'rish kerak. Keyin ko'rinadi uni haqiqat. Erkaklar ham xuddi shunday bir ayollar kim nima deb o'ylaydi? Bir kun, ikki kun yashab ko'rsa keyin bilinadi haqiqat. Ana shuning uchun odam o'zinikiga qanoat qilinishi kerak. Allohdan so'rash kerak. Muhabbat Allohning qo'lida. Sizga o'sha begonani yaxshi ko'rtirib qo'ygan o'zida halolingizni yaxshi ko'rtirmaydimi? Muhabbat Allohning qo'lida. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida. Bizga Makkani mahbub qilganingdek, Madinani ham mahbub qilgan, undan-da aksar qilib mahbub qilgan deganlar. Bundan chiqyaptiki, demak, baribir Madinaga Makkadek o'rganisha olmagan avvalda. Endi o'rgana olmagan ekanman, men bo'ldi qaytib ketaverish kerakmikan? Yo'q, bizga shuni mahbub qildi. Duo qilganlar. Habbib ilaynal iymon va zayyinhu fi qulubina
Va karrih ilayna fisqa val fujur val isyan val fujur va karrih ilayna kufra val isyan oyat bu oyat ma'nosi tarzida kelgan duo bizga iymonni mahbub qilgan. Va zayyinhu fi qulubina qalbimizda iymon ziynatlagan degan duoni qilish kerak. Va karrih ilaynal kufra val fusuq val isyan bizga kufr, fisq, osiyliklarni yoqimsiz qil degan duo. Ana shunaqa duolarni qilish kerakki, Alloh Karim, Alloh Rahim. Agar inson haqiqatdan undan qutulishni istasa, bu aslida Alloh uni unuttirib, qutultirib qo'yadi. Yusuf alayhissalom qissasida aytdik, qamoq menga suyukli deganlar o'sha narsani. Bu nima degani? Agar odam chinakamiga qalbidan bir fahsh munkardan qutulishni istasa, nima qilib bo'lsa ham meni shundan qutultirib qo'y Alloh desa, Alloh Karim zot albatta mustijob qiladi, yo sizni undan, yo uni sizdan daf qiladi. Topolmay ham qolasiz kerak o'zi. Faqat odam ichidan istash kerak o'sha narsani. Allohu a'lam.